Sakina. Ba'zan bir insonni bir qarashdayoq his qilasan. U sening qalbingni titratadi, yuragingni bezovta qiladi, lekin tilingda so'z bo'lmaydi. Shunday lahzalar hayotda bir marta bo'ladi. Bundan chamasi 10 yil ilgari biz yangi uyga ko'chib kelgandik. Bizning oila uncha katta emasdi. Onam, opam va men. Dadam yoshligimizda vafot etgandilar. O'shanda men atigi 12 yoshda edim. Bizdan 2 uy narida yashaydigan oila bilan tezda tanishib oldik. Ular juda samimiy, mehmondo'st, mehrli insonlar edi. Biz shahar markazidan ko'chib kelganimiz bois opam va men o'sha yerdagi maktabda o'qishni boshladik. Yangi joydagi maktabga ko'nikishimiz juda qiyin bo'ldi. Avvaliga istamadik. Oradan 2 yil o'tib, men 8-sinfda o'qiy boshladim. Maktabdan tashqari ingliz tili kursiga qatnay boshladim. Har kuni darsga kelar ekanman. Bizning uyimizdan 2 uy narida yashaydigan oilaning qizini ko'rib qolardim. U doim o'zini mendan olib qochayotgandek tuyulardi menga. 1-2 marta o'qishda ham ko'ra boshladim. Keyin bilsam, u ham men borayotgan joyda o'qishni boshlagan ekan. Ba'zan biz koridorda dars boshlanishini kutib turardik, ammo bir-birimiz bilan hech gaplashmasdik. Lekin har gal uni ko'rganimda yuragim tez ura boshlardi. Ha, men uni yaxshi ko'rib qolgandim. Unga kundan kunga bog'lanib qola boshladim. Lekin men unga yaqinlashgan sarim, u mendan uzoqlashar edi. 3 oy ko'rinmadi. O'qishda ham yo'q, uy atrofida ham. Bir kuni o'qishga ketish oldidan Allohdan chin dildan so'radim. Allohim, iltimos, bugun uni ko'rib qolay. Uydan chiqib yo'lga tushdim. Taksi qatnaydigan yo'lga yura boshladim va uzoqdan istamaygina bir qizga ko'zim tushdi. Lekin ahamiyat bermadim. Mashinalar qatnovi bo'lgan joyga yaqinlashar ekanman, yuragim g'alati tez ura boshladi. U tomonga qaraganimda, ha, o'sha men yaxshi ko'rib qolgan qiz yo'l chetida mashina kutib turar edi, oq sumkasi bilan. Qo'li bilan yuzini panaqlardi quyosh nurlaridan. Men ham o'sha tomonga o'tdim, uzoqroqda turdim, o'zini yomon his qilmasligi uchun. Shu payt bir taksi to'xtadi va u qiz mashinaga chiqdi. Haydovchi menga qarab, "Shahargami o'g'lim? Marhamat, chiq", dedi. Ichimda ming hayajon bilan o'sha mashinaga o'tirdim. Yo'lga chiqqanimizda haydovchi bir orqaga qarab qo'ydi. Negaligini bilmadim. Yo'lda ketar ekanmiz, yo'ldan bir qari nuroniy otaxon mashinani to'xtatdi va u kishi menga qarab, "Bolam, orqaga o'tib ol, men chiqa olmayman", dedi qo'lida katta sumkasi bilan. Men orqamga o'girilganimda yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki orqada o'sha men yoqtirgan qiz o'tirar edi. Men ham "Xo'p", deb orqaga o'tdim. Ichimda ming hayajon, yuragimda ming g'alayon bilan. Oramizda bir kishi sig'adigan joy bor edi. Yo'lda ketar ekanmiz, men u tomonga umuman qaramadim. Lekin sezdim, u bir necha marta menga qarab qo'ydi. Manzilga ham yetdik. Avval men, so'ngra esa u qiz tushdi mashinadan. Tushar ekanman, uydan chiqayotib qilgan duoyimni eslab, "Alhamdulillah, duoyim qabul bo'ldi", dedim. Ammo voqealar bu bilan tugamadi. Darslar tugagach, men vokzalga bordim. Mashinaga chiqdim va yana u. Yana o'sha joy, o'sha mashina, o'sha unutilmas lahzalar. Bu safar ham o'rtada joy bor edi. Ammo u joyga bir ayol o'tirdi. Uning egnidagi kiyimlari eski, qo'lidagi sumkasidan esa biroz yoqimsiz hid kelardi. Yo'lda ketar ekanman, birdan u qiz menga qarab, yumshoq ovozda, "Jasur, salfetkangiz bormi?" deb so'radi. Shu payt yuragim yana bir bor titrab ketdi. Jasur dedimi? U ismimni bilarkan deb o'zimga o'zim sig'may ketdim. Dilim aylanmay qoldi, lekin salfetga uzatdim. "Ha, bor", deya. O'sha lahzada dunyo to'xtab qolgandek edi. Ichimda faqat bir narsa takrorlanardi. Demak, u ham meni biladi. Balki u ham meni yaxshi ko'rar. Mashinadan tushib uyga ketayotganimda Allohga hamdlar aytardim, chunki o'sha kuni faqat uni ko'rganim uchun emas, balki u menga ismim bilan murojaat qilganiga ham. Uyga yetay deb qolganimizda men unga, "Siz ham shu joyda o'qiysizmi?" dedim. Men boradigan joyning nomini aytib. U "Ha" deb tabassum bilan uyga kirib ketdi. Men uchun bu dunyodagi eng baxtli kun edi. U kundan boshlab tahajjud namozlariga turadigan, namozlarimni to'liqligicha o'qiydigan bo'ldim. Dinimni ham to'liq o'rganishni boshladim.
Kechalari namozlardan so'ng ko'z yosh to'kib Allohga yolvorib duolar qila boshladim. O'sha kundan boshlab men o'zgargan edim. Ichimda har xil tuyg'ular, men ilgari u hislarni hech ham tuymagandim. Chunki ilk bor kimnidir sevib qolgandim. Qalbimda uning ishqi bilan kunlar, oylar, yillar o'tib ketdi. Mana, kuz fasli ham kirib keldi. Men esa hanuz unga sevishimni ayta olmagan edim. Negadir bunga jur'at qila olmasdim, chunki bilar edim uni oldiga borganda barcha gapirmoqchi bo'lgan gaplarim esimdan chiqib ketardi. Gapira olmasdim. Ramazon oyi ham kirib kelishiga 3 kun qoldi. Menda esa anchadan beri o'ylab qo'ygan niyatim bor edi. Ramazon uchun kitoblar va o'sha kungi salfetka bilan unga yaxshi ko'rishimni aytaman deb o'zimga va'da berdim. Ramazondan bir kun oldin uning maktabi oldida kutib turdim, lekin undan darak bo'lmadi. Oldin umuman bunday ishlar qilmaganman, lekin nima qilay, yuragim sog'inchdan yonmoqda edi va uyda bo'lsa kerak deb o'yladim. Uyga yaqinlashar ekanman, ichimda ming savollar. Eshikni onasi ochsa-chi yoki boshqa qarindoshi bo'lsa-chi deya. Uyining ostonasida turar ekanman, yuzim qizarib ketganini his qildim. Yuragim esa joyidan chiqib ketadigan bo'lib urayotgan edi u payt. Men esa bugun hammasini hal qilishim kerak deb eshikni taqillatdim. Qo'limda unga olgan sovg'alar bilan. Ne ko'z bilan ko'ribmanki, qarshimda men xohlagan inson, o'sha men yoqtirib qolgan qiz turar edi. Keling dedi. Ko'zlarimga qaramay yuzini burgancha. Nima demoqchiligim va hammasi unutilgan edi u payt. Ammo o'zimni qo'lga olib, qo'limdagi sovg'alarni unga bermoqchi bo'lib, mana bularni sizga oldim, Ramazon uchun, dedim. Ammo u rad etdi. Kerak emas dedi-yu eshikni berkitayotgandi. Men esa sizga oldim, yaxshi niyatda deb aytdim. Lekin gapimni eshitib bo'lib, baribir eshikni yuzimga yopib qo'ydi. Menda esa savollar yanada ortib bordi. Bekor qildim. Ustiga ustak unga yaxshi ko'rishimni ham ayta olmadim dedim. Uyga kirar ekanman, ichimda ming pushaymon, nadomat, xavotir bilan kirib keldim va kech tushishini juda kutdim. Chunki u kuni xufton namozidan so'ng Allohga yolvorib so'radim. Allohim, nega bunday bo'ldi? Robbim, nega u meni rad etdi deya. Allohga yolvordim, duolar qildim. Ey Robbim, u menga xayrli bo'lsa hayotimda qoldir. Agar unday bo'lmasa, o'zing bilguvchisan. Uni mening hayotimdan nari qil. To'g'risini aytsam, o'qishlarim ham qolib ketayotgan edi. Hayotda ham ancha tushkunlikka tushib qoldim. Unga bo'lgan tuyg'ularim borib butun miyamni, fikrimni, butun vujudimni egallab oldi. Shu holatda yurganimni ko'rgan yaqinlarim ham xavotirda edilar. Oradan biroz vaqt o'tdi. Keyin bilsam, u qiz men uni yaxshi ko'rib qolganimni ham bilar ekan. Tilimda aytmagan bo'lsam ham, balki harakatlarimdan sezgandir. O'qishdagilardan eshitdim, lekin undan birorta ham xabar bo'lmadi. Men endi ancha dinimni o'rganib olgan edim. Alhamdulillah. Va bildimki, nomahramlar bilan munosabatda bo'lish, ularga qarash, gapirish gunoh ekanligini tushundim. Oldin butun xayolim unda bo'lgan bo'lsa, endi sekin-sekin uni unutishni boshladim. Ilm olishni, sport bilan shug'ullanishni va asosiysi Qur'on o'qishni boshladim. Lekin bu jarayon men uchun juda qiyin kechdi. Boshlanishda albatta. Bir kuni oqshom payti onam qo'shnimiz deya o'sha qizni oilasi haqida aytib o'tdi. Ko'chib ketishayotgan ekan. Men unchalik xafa bo'lmadim. Demak, Alloh uni menga nasib etmagan ekanda, dedim u xonamga kirib xufton namozini o'qidim. Ular ham ko'chib ketishdi. Kuzning oxirgi oylari edi o'shanda. Qahraton qish kirib kelmoqda. Qalbim iymon, Qur'on va ilm o'rganish bilan to'lib toshayotgan edi. Ammo yillar o'tdi. Alloh yozgan narsa xato ketmas ekan. Mana, qahraton qish ham kirib keldi. Men esa Qur'on o'rganib, xatm qilgan edim qish faslida. O'qishlarimni yo'lga qo'ydim, ammo juda kech edi. Chunki maktabni tugatishimga atigi 5 oy qolgandi. Mana, 5 oy ham juda tez o'tib ketdi. Maktabni ham tugatdim, universitetga topshirdim. Afsus, kira olmadim. Chunki u qizni sevib qolganim sababli o'qishlarimga e'tibor bermasdim. O'zim darsda o'tirardim-u, ammo xayolim o'sha yaxshi ko'rib qolgan qizda bo'lardi. Oilamda bitta o'g'il farzand bo'lganim bois men o'qib oilamni boqishim kerak deb o'zimga o'zim va'da berdim. Hammasini boshidan boshladim. Hammasini. Ammo o'sha qizni bir o'ylab qo'yar edim gohida. Lekin endi ortiqcha unga xayolim ketmasdi.
O'qishga qayta tayyorlanar ekanman, boshqa hech kimga ko'ngil bermadim va men ham unday bo'lishini istamas edim. Chunki bu yo'lda yana hayotim nima bo'lishini bilar edim. Alhamdulillah, bahor oyi ham kirib keldi. Daraxtlarning gullashi bilan ba'zida uyga ketar ekanman, o'sha ko'chadan yurib hammasini eslar edim va uyga yetib kelgan paytim, mayli, bunda ham xayr bor deya o'zimga o'zim gapirib qo'yardim. Mana, yana o'qishga topshirish vaqti ham keldi. Men bu paytgacha ma'lum bir sertifikatlarni olgan edim va o'zimni ancha tiklab olgandim. O'qishga topshirdim. Alhamdulillah, kirdim. Ustiga ustak davlat granti asosida oliygohga kirdim. U qizni boshqa uchratmadim, lekin ichimda negadir g'alati savollar aylana boshladi. Qidirsammikan? Qayerda yashayapti ekan a? Kabi savollar. Lekin boshqa harakat qilmadim, chunki endi o'qishga ketishim kerak edi u paytlar. Oliygohga ketar ekanman, qalbim negadir og'riyotgan edi. O'zim ham tushunmasdim. O'qishlarim ham boshlandi. Yana yillarni quvib o'tdi. Vaqt esa o'z izini qoldirdi. Lekin u joyda ham hech kimga ko'nglim bo'lmadi. Bilmadim nimaga. U kunlarda yuragimni to'ldirgan hislar endi sokinlashgan, ammo o'sha qizning nigohi, jasur degan ohangi hanuz yuragimning eng chetida saqlanib qolgan edi. 4 yil ham o'tdi. O'qishni tamomladim. Men endi 22 yoshga to'ldim. Allohga shukrlar bo'lsin. Bu yil ichida hayotimga kerakli ko'p narsalarni egalladim. Uy deysizmi? Mashina, mansab va asosiysi hayotimda o'z o'rnimni topdim. Hamma narsa vaqtida bo'lar ekan. Banda Allohga tavakkal qilib to'g'ri yo'lda bo'lsa bas. Chunki u paytlar Alloh uni menga berganida hozir kim va qanaqa holatda bo'lar edim, o'zim ham bilmayman. Hayotimda huzur, halovat, saodat bor hozir. Alhamdulillah. Kunlardan bir kun onam uylanish haqida so'z ochdi. Bu paytgacha hech kim bilan uchrashmadim, gaplashmadim ham. Qarindoshlarimizni uyiga borsak ham xolam, ammamlar shu haqida so'z ochardi. Chunki men ham endi 22 yoshga to'ldim. Bo'ylarim baland, chiroyli yigit bo'lib ulg'aygan edim. Bu paytgacha ko'p qizlar menga sevgi izhorlar qilishdi, lekin men rad etdim. Qarindoshlarim ham juda ko'p qizlarni aytishdi. Men rozi bo'la olmadim, chunki baribir o'sha qizni yaxshi ko'rardim. Ichimda hech kimga aytmay. Bir kuni onam shoshilib kelib, "O'g'lim, bir qiz topdim senga. Oilasi ham bizga mos ekan, ota-onasi ham, qizi ham tarbiyali, surishtirdim. Dinga berilgan qoriya qiz ekan. Menimcha sen ham uni taniysan", dedi onam xursand bo'lib, shoshilgancha menga yuzlanib. Men esa o'ylanib kim ekan deb so'radim. Onam gapni boshqa tomonga burib yubordi-yu, "Nima deysan bolam? Endi menga ham sherik kerak", dedilar. Xo'p, mayli deb rozi bo'ldim. Ertasi kuni uchrashuv belgilandi. Negadir yuragim juda tez urayotgan edi. Onam va u qizning onasi bilan kelishib belgilangan joyda bir qiz meni teskari bo'lib kutib turardi. Men u qizga yaqinlashganim sari yuragim chiqib ketay deb urayotgandi. Yuzim qizarib, qo'lim terlay boshladi va axir o'zimni qo'lga olib, u qizning oldiga bordim. Kelganimni seziboq u qiz ham men tomonga o'girildi. Ko'zlarimga ishonmay qoldim. Chunki o'sha yillar oldin ko'chib ketgan qiz, men unutolmagan yillar davomida yuragimda saqlab kelgan qiz menga qarab turardi. Turgan joyimdan jilolmadim. Ichimda tinmay savollar aylanardi. Qanday axir Allohim? Yig'lab yuboray dedim. O'zimga sig'may ketdim. Ko'zimdagi bildirmagan yoshlarim, ichimdagi esa Allohimga bo'lgan hamdlarim o'zimga ayon edi. U qiz juda chiroyli, iffatli, hayoli bo'libdi. Hattoki ko'zimga ham tik qaramadi, xuddi oldingidek. Uni ko'rgan men yanada uni sevib qoldim. Yillar qalbimda saqlagan qiz bugun oldimda men uchun edi. Keyin bilsam uchrashuvga men kelishimni bilib, u ham mendek hayajonda kelibdi. Ichimdagi ming sog'inchlarni yashirib, "Nega ko'chib ketdingiz?" dedim unga qarab. Majbur bo'lishgan ekan. Dadasining ishi bilan bog'liq bo'lganini aytdi. Lekin ko'chib ketishni u qiz xohlamabdi. Demak, u ham meni sevar ekan dedim ichimda. Va uyga qaytdik. Uyga kirib onamga u qiz haqida aytib berdim. Onajonim ham meni bu holatimni ko'rib, rozi bo'lganimni sezdilar va gapim tugagach, onam ular ham rozi bo'lganini aytib berdilar. Inshaalloh, bu yog'i shirin to'y tashvishlari bilan bo'lamiz. Allohga shukrlar bo'lsin.
yoshlarga tavsiyam bor. Hamma narsa o'z vaqtida kelar ekan. Lekin ungacha biz chiroyli sabr qilishimiz kerak. Qancha qiyin bo'lmasin. Eng to'g'ri yo'l bu Allohni tanish, dinni yaxshi o'rganib va unga to'g'ri amallar qilishda. Shunda hammasi biz o'ylaganimizdan ham xayrliroq bo'ladi.